Otajon, menga zudlik bilan uyali telefon kerak. Onangni ama kerak emasmi? Jalab telefon so'raysan, sikasanmi telefonni, voy. Ortiqcha jalab xarajati onangizniki, men pul sipirga olmayman ko'chadan. Yo'q, tushunmadingiz. Men ham sizlar kabi Uzmacom tarmog'iga ulanmoqchiman. Faqat tejamliroq de facto rejasiga. O jalab nervimni chiqarib kiydiras. Xudo olmayapsan davbayib. So'tga po'tga qilasan. Nima sizlarni gaplar jalab? Otajon, agar siz voy menga qo'ng'iroq qilsangiz, bu men uchun mutlaqo bepul bo'ladi. Boshqa qo'ng'iroqlar uchun esa stipendiyamning o'zi kifoya. Axir ushbu rejada abonent to'lovi yo'q. Undan tashqari birinchi 10 soniya bepul. Onangni ama bepul, qator sonli xizmat qilish bepul. Jalab, u bo'pti, jalab, ulanishchi. Kallangga qo'ttag'am. Ulanish esa mutlaqo bepul. Oldindan to'lov qiymati bor yo'g'i $10. Voy jalab, $10. Onangni amidan $10 olamanmi? Ko'tingga qo'ttag'am oyligim 5000 so'm bo'lsa, basharangizki, pazarga qo'y. Yo'q $10. Onangizki, o'ldiraman.